Bugun navbatdagi akvariumimizni Basri bobaga olib borib beramiz. Bu akvarium mana Retsining zavodskoy original akvariumi bo'ladi. Bu akvariumga mana ko'p turgan narsalar bilan ustanovka qilamiz. Bu Retsi akvariumimiz 750 litrli bo'lib, razmerlari kilogram bo'lsa, uzunligi 180, eniga 65, bo'yiga 60 cm. Bunga o'zini brendini aborigenlarini qo'yamiz. Skimmer, rulonli filtr, 3 ta chiroq, 2 ta valnares va 8000 talik pompa. Bitta avtodalif qo'yaveramiz, isparini bo'lganda o'ziga dalifga qilib turadi.